NASA, Google, Samsung, LG va boshqa katta yirik kompaniyalar bilan hamkorlik qiluvchi universitetni bilamidinglar? Azizlar, sizlar bilan KAIS universitetida ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Bu oddiy universitet emas, bu joy texnologiya va innovatsiyalar markazi hisoblanadi. Va KAIS universiteti nimaga dunyoda yetakchi o'rinlarda turishini biz sizga video davomida bafurja aytib o'tamiz. Demak, bizni kuzatib borishda davom eting. KAIS universiteti dunyo reytingida 53-o'rinda turadi. Koreyaning o'zida esa 3-o'rinda. KAIS Koreyaning Tejon shahrida joylashgan bo'lib, asosiy kampusida ilmiy texnologik tadqiqotlar va muhandislik sohalari bo'yicha yetakchi markazlar bor. Kampus talabalari yotoqxonasi, kutubxona, laboratoriyalar, sport inshootlari va innovatsion tadqiqot markazi mavjud. KAISning asosiy fakultetlari ham aynan shu yerda joylashgan. KAIS bu Koreyada robotexnika, sun'iy intellekt va kosmik texnologiyalarni rivojlantirayotgan universitet bo'ladi va bu yerdagi studentlar dunyoning eng zukko studentlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda bitirgandan keyin juda ham ko'p gigant kompaniyalar, ya'ni Samsung, LG, Hynix kabi kompaniyalar studentlarni kutib o'tiradi. Buni qo'shimcha qilib aytib ketish kerakki, KAISga keladigan chet ellik talabalarning 100% kontrakt qoplanish imkoniyatiga ega hamda universitet tomonidan studentlarning yashash xarajatlari uchun stipendiyalar ham ajratiladi ekan. Innovatsion ta'lim tizimi, ya'ni bu yerda studentlar o'z xohish va istagiga ko'ra fanlarni tanlashi mumkin. Majburiy fanlar umuman yo'q. Shuni qo'shimcha qila olamanki, bu yerda ta'lim berayotgan professorlar dunyoning nufuzli universitetlarini bitirgan va nufuzli kompaniyalarda malaka oshirib kelgan professorlardir. KAIS universiteti kampusi shu qadar katta bo'lganligi sababli ayrim studentlar u bildingdan bu bildingga borgani taksi orqali borishar ekan. Axir u ham bo'lmaydigan bo'lsa, unda siz ham boshqa studentlar kabi shunday velosipedlardan olishga majbursiz. Endi esa ta'lim va yo'nalishlari haqida gaplashsak, KAISda qiyin, ammo mukofotli bo'lgan dasturlar mavjud. Eng ommaboplari esa birinchisi sun'iy intellekt va mashinasozlik. Bu kelajakning eng talabgor sohasi. Ikkinchisi esa mexanika va aerokosmik muhandisligi. Va oxirgisi biotibbiyot muhandisligi hisoblanadi. Va bu yerda professorlar MIT va NASAda o'zlarini amaliyotlarni o'tagan professorlardir. Bu universitetning asosiy kafeteriyalaridan biri bo'lib, kafeteriya o'z ichiga bir vaqtning o'zida 200 kishini sig'dira oladi. Siz bu yerda nafaqat Koreya, balki butun jahon ovqatlarini tanovul qilishingiz mumkin. Veganmisiz, halol ovqatmi? Bu yerda hammasi mavjud. KAIS ichida juda ham katta san'at muzeyi mavjud bo'lib, bu yerda mana bunday yordamchi robotlar qo'yilgan. Bu robotdan hozir yordam so'rab ko'ramiz. Kelinglar. Keling, buni oling. Tilini o'zgartiramiz. Inglizchaga o'tkazamiz. San'at bu hayot deb ta'rif bergan ekan fransuz shoiri Jilmen Beg'inde. KAIS universitet talabalari ham bo'sh vaqtlarida aynan universitetda joylashgan san'at asarlarini ko'rib zavq olishlari mumkin. Bu ko'rib turgan robotingiz Koreyaning birinchi ishlab chiqargan robot hisoblanadi, sun'iy intellekt. Bular ham shular qatorida. Bitta narsaga e'tiboringizni qaratishni xohlab qolardim. Bu dron 2016-yilda KAIS universiteti professor tomonidan ixtiro qilingan. Buni o'ziga xosligi, bu o't o'chiruvchi dron bo'lib, uni qoplab turgan material 1000 gradus issiqlikda ham robotni, ya'ni dronni issiqdan kuyib ketmasdan ushlab tura oladi. Va bu havoda 20 minut davomida olovga qarshi kurashishi mumkin. Bu yerning o'zida bus station bor, avtobus ham bor. Ya'ni u binodan bu binoga o'tganisiz avtobusdan foydalanishingiz mumkin. KAIS universitetining ichki qismida mana shunday magazin joylashgan. Bu brand shop deb ataladi. Bu yerda siz KAIS universitetiga aloqador va uni emblemasi tushirilgan har xil turdagi mahsulotlar topishingiz mumkin. Ruchka, daftar, har xil suvenirlar, o'yinchoqlar va hamda
KS emblemasi tushirilgan kiyimlar. Bu yerda hudilar va yosh bolalar uchun ham kiyimlar, futbolkalar mavjud. Bu yer esa asosiy joyi. Mana bu joy KSni bitirgandan keyin kiyiladigan kiyimi. Ko'rishinglar mumkin, bu kiyim KS faqatgina KS o'zini dizayni bo'lib, bu kiyimni kiyganlar Samsung, Google, Tesla va NASAga ishga kirishi aniq. K-Lounge, ya'ni bu joyda siz o'tirib bemalol dars qilishingiz, konferensiyalar o'tkazishingiz, do'stlaringiz bilan yoki studentlar bilan ko'rishib, har xil proyektlar ustida ishlashingiz mumkin. KSni mana shunday katta sport zali mavjud bo'lib, siz bu yerda turli xil sport turlarini, ya'ni basketbol, voleybol, badminton, tennis va boshqa sport turlarini bemalol kelib o'ynashingiz mumkin. Undan tashqari bu yerda sport zal mavjud bo'lib, kurash, taekvondo, ushu hamda judo ham bor. Bu yerga kelib bemalol ushbu sport turlari bilan shug'ullanishingiz mumkin. Universitetni ichki zalidan boshqa mana shunday katta tashqarida maydoni ham mavjud. Bu maydonda siz xohlasangiz yugurasiz, xohlasangiz futbol o'ynaysiz yoki sakrash va boshqa turdagi tashqi sport turlarini bemalol kelib o'ynashingiz mumkin. Sizlar bilan bugun KS universiteti haqida gaplashdik. O'ylaymizki, video sizlarga manzur bo'ldi. Keyingi videolarda qaysi universitetlarga borishimizni sizlar xohlab qolardinglar? Sizlar bilan Maqsad hamda Alisher maxsus Info Edu kanali uchun bo'ldi. Ko'rishganda ko'rishguncha deb qolamiz.